Konsaltinglar nima uchun Angliya mavsumiy ishga yubora olmaydi? 1 minut ichida tushuntirib o'taman. Angliya vizalari boshqa davlatlarga qaraganda juda murakkab vizalardan biri hisoblanadi. Bu ishchi viza bo'lsin yoki turist viza, talablar juda yuqori. Masalan, mavsumiy ishchi vizasi bilan kelgan migrant 6 oy tugashidan oldin Britaniyani tark etishi shart. Agar ishchi viza muddati tugagandan keyin ham Angliyada qolib ketsa, unga homiylik qiladigan operator kompaniya litsenziyasidan ayrilishi mumkin. Shuning uchun Angliyadagi ish beruvchilar ishchilarni oddiy konsalting orqali emas, balki migratsiya agentligi bilan shartnoma orqali qabul qiladi. Migratsiya agentligi esa ishchilarni vizasi tugamasdan oldin o'z davlatiga qaytishini nazorat qiladi. Agar ish beruvchi ishchilarni konsalting orqali olsa, ularni nazoratsiz qolishi va noqonuniy ishlashi mumkin. Bu esa kompaniya litsenziyasini yo'qotish xavfini oshiradi. Angliyadagi mavsumiy ish vizasi haqida rasmiy yangiliklarni birinchilardan bilmoqchi bo'lsangiz, kanalimga obuna bo'ling.